Birodalar, bu qonun. Qanchalar Allohga egilasiz, o'zingizni xor tutasiz, sabr qilasiz, haybatlanasiz Allohdan, Alloh sizni har tomondan ko'taradi. Endi buni aksi bo'lsin. Alloh bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Xohlaganda yashang. Alloh bilan hech qanday kor ishingiz bo'lmasin. Alloh taolo sizni o'z holingizga tashab qo'yadi, xor bo'lasiz. Chunki birodarlar, azizlik istiqomada, mustaqim bo'lishlikda, azizlik Allohga xor bo'lishlikda. 4-oyat. Istiqomaning yangi ma'nosi. Va allav istaqomu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Mana endi mustaqim bo'lgan bandani rizqi keng bo'lishligiga ishora. Albatta, agar ular mustaqim bo'lganlarida, to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida nima bor ularga?